Mani dunyo invoker deb eslaydi, ya'ni afsungar, chaqiruvchi degani. Ammo asl ismim Dota 1da Kyle, Dota 2da esa Karl. Yoshim bir necha ming yildan ortiq. Man evolyutsiyani cho'roqqisiman. Mandan buyuk mag Dota'da yo'q. Lon druidga tabiat ruhi abadiylikni bergan bo'lsa, man o'z ilmim bilan erishganman. Man sehr ensiklopediyasiman. Qadimdan afsun bu juda qiyin fan bo'lgan. Boshqa omadsizlar bir ikkitadan ortiq sehrgar aqli yetmagan paytda man afsun haqida kitob yozardim. Boshqalar sehr qilishga hassa, qog'oz, tayoqchalar ishlatsa, men esa xotiramni qurol qildim va afsuni genetik kodini yorib, Quas, qahraton sovuq, Vex, shiddatli shamol, Exort, dahshatli olovlarga bo'ldim va shu 3 unsur yordamida 10 ta buyuk afsun yaratdim. Obunasiz ko'rvossiz yaxshi emas. Kommentlarda aktiv bo'ling, videoni ulashing va o'zim haqimdagi kontentni ikkinchi qismini kuting.